Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy jinim, yaxshimi? Tinchlikmi? Yaxshi. Voy jinim boy hada. O bizning bu oddiy kapimizga muborak qadmingiz yetib qopdi-ku. Voy jinim ukam, unchalik deb ketmang. Hozir vaqo sizlar yoshlar bizdan boy. Oy, yo'ldoshingiz, bolalarimiz yo'q-ku? Ha, bolalar kurusib ketgan. Sen shu o'zigidan o'ginib davlat imtihondan o'tgandan bu xatir kinishkisini oldi. Shuning shundaq shanba kunlari shaxsiy korxonalarga berib, azroq shu tabobat qilyapti. Sen yaxshi ishlarni qilsin, mayli to'g'u. Sug'urib eliblam. Demey qo'ymisiz bo'ladi-ku. Hada, voy kirib o'tirgan. Ma'qul. Boyatdan nim dedingiz? Ay, hech nima demedim. Shu bu hisobot ishi deganning inish ishdan ishning rizqi bilan munosabatlik ish. Shuning qarsani diqqat qilsin dedim. Voy jinimada bak to'g'ri dedingizmi? Hasan bog'i charchig'inidan attigini ko'zini mi ochamaydi qarang. Ishim og'rib, voy nima ish bunda jafo tortisiz? Bu maoshimiz baltusna desam. Oy endi yosh vaqtimizni pul tepamizaq atogimish bolalarga yukib qolmayli deydi qarang. Hoy deymizmi? Tirishib turmush pul topgan bilan topgan pulinglarning barkitini qayinsingiz qo'ymayotgandi, og'riq bo'lgandikin. Nima? Qayinsingizni mijoz yo'q demsiz? Voy qalbini sop-soq turmam dada. Sop? Ha? Hoy ukam. Kasalni yo'shirsang o'lim oshkora deb menda yo'shirmisingizmi bo'ldijimi? Voy men boshqalar devatmayman. To'xta, boymada. Oy meni gongirtib qo'ydingiz-ku. Bu qalbini sop-soq tursa. Ama siz og'riqmi? Oy, boymada lim deydigansiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Sop-soq turmamdim. Va eringiz Asanjon qachon qaytib keldi? Ha, tushtamoq kelmaydigan. Arasida jindak o'tirib turgan o'xshitib, lag'ma aytib chiqay-ya. Hay ukam, bo'ldi. Mening tamoq uchun faqat taom yo'q. Keling o'tiring. Mening sizdan so'raydigan bir gapim bor-da. Ha. Hay ukam. Ma eringiz-chu mendan 30 ming ham pul qarz olganini bilamsiz? Oy, hada men bu ishni bilmaydi ekanman-ku. Oy, ukam. Voy, undaq deb ketmang-a. Rosti bilmayman-da. Oy, shu singlim og'riqdi, jiddiy pul lozimdi deb aytgan u pulni. Yoki sizning singlingiz og'riqmidi? Oy, yo'q adam, men uyda birlik qiz. Singlim degan bo'lsa, Oy, aslida Hasanning sirti siz uqmaydigan bir singlisi bor ekan, to'xta. Oy, to'g'ri-da, unda ish yo'q. Unchalar kesib deb ketmang. Hozirgi erlarni-chu bo'shchaqlig'i bo'lmaydi. Bu Hasanning menga bo'lganmamsi shunchalik yaxshi. Oy, ukam. O texmi hiyligar yomon o'xshamamdi. Eringiz og'am baq qaqlashdi. Boymada. Sizning 30 ming qachon olgandi? Ağlı 6 ay bo'lgan. Voy 3 oyda qaytib bilman deb olgandi. Mana ko'rib yiqma, uning menga bergan vujudi. Bu pullarni nega ishlatgandi endi? Odatda bunday ishlar bo'lsa menga bir maslahat soladi. Bu Hoy, ukam. Her kishi vaqo buzilgan vaqt ham ishni xotinda yo'shirdigan bo'lib ketdi. Voy, mush bir yilning ichida mush uy uchun mush ishlab biroqlab 16 kilo o'riqlab ketdi-da. Voy, bir yil ichida 16 kilo o'riqlab ketdi deyapsiz? Ha. Astagfirullah. Hay ukam. Ma eringiz shuncha shirkatlarda ishlab, maoshini qanchalik akirdi shu uyga? Maosh kartasi menda. Sirtin taboatining o pullarni men faqat surish qilmaydi ekanman. Voy, nim bo'ldi? Voy, boymada zodi nim bo'ldi? Men nimanda qaraysiz? Daviraymi? Voy, danga. Hay ukam. Ha? Eringiz chikvanmaganda ha? Voy, to'g'ri bir og'zingizga uring ha. Men bu qarzdalik og'aligini demisa, shunchalar shirkatlarda ishlab pulni akirmisa, bir yilning ichida 16 kilo o'riqlab ketgan tursa, mushlarni o'ylab beqma, g'ayriy tuyulmamda sizga. 6-chi abdoqlarimiz joyida-da? Joyida. Haras ukam. Ha, eringizni doktorxonaga olib borib tekshirib baqdingizmi? O'zini o'tgan yili tekshiratgan, endi bu yilda 2 qatim tekshirtmasangiz bo'lmaydi deb meni tekshiratdi. Yilda 2 qatim tekshiratmasangiz bo'lmaydi demda? Sizni? Ha. Voy, hada. Voy, nima bo'ldi? Voy, ukam. Voy, hada. Voy, nima bo'ldisiz? Tekshirish natijasi chiqdimi? Tekshirish natijasi, salomatkansiz, sog'lomkansiz dedi. Doktor shundoq dedimi? Yo'q, Hasan. Doktorxonaga tekshirish qog'ozini
Sen ağıl bağantı. Oy, tekşiriş neticesini siz özünüz görüp bakmadınız. Oy yok. Sen köygen iken ben şu kıymet tükenmedi. Oy fıkam, oy canım fıkam. Oy hadi. Oy sadı fıkam. Oy yap geçtirip lan siz hem de kanda kılasız değil mi? Oy nim boldu. Oy nimada kademni. Oy zaten nim boldu nimada kılsız. Kisel yukturmamıgan siz ha? Doğru yavatam siz. Ben sapmasak durmandım onun üstüne hazır şu kalsiy vitamin yevatıptım ha. Kalsiy vitaminini nereden hep yavatsız? Sen ne gebegendi? Oy hadi beni bir kokalt bana. Kalsiy vitaminleri uskını. Uç yolsun üstüde. Mana adam mana. Uçlar şu. Oy bunun maktusu karaplam. Oy nemek Neymiş ya? gelgin bilmediniz mi? Oy nemek ya? Mavağı. Oy. Hele kadar bimarlar yeydiğim doğrudak turmamdı. Oy cinime de bu saklaş. Doğruları o nimanda kademni. Karana, al üstündeki nimamızsa kutunun. Oy İngiliz xitini sen düşenmeysen. Ben üstüge manda çaplap beret, kalsizge keripni, vitaminge veripni çaplap bergen kulaylık buluş için da. Şun, bak yerinizin ustatlığını karan. Aynur! Aynur'um! Aynur'cum! Ben geldim. Assalamu alaikum. Baymədə, qanday havalığız? Yaxşı. Yaxşı tutdunuz mu? Ondan. Obdan tutdunuz. Tijlik tutdunuz. Yaxşı. Lağmen piş boldu da. Oturun. Ben rahatlatın izleydigendim sizni. Siz ağufkan. Et izleymen dep yoqap ketkili 2 ay oldu. Bayım edemde izlep nemiş kılattınız? Bu ne? Baymədən işkimiz fıqımız. Vay, mən bu işini keyin düşendirip koyma sizge. Hay boldu. Yoşur musunuz mu boldu? Ben hemen içi Aynur'u dep boldum. Hey canım hadi. Şu o vaxtda da mağama amal bulmay kaldı. Nime? O işler rasma? Ras. Vay, ben sizi düşendirmem. Rast evatsız olsuz nemine düşendirirsiniz. Oy anam. Ne kadar kılmam. Oy ben kadar kılmam. Oy boldu fıkan boldu. Vay. Top boldu hem de. Vay kara. Akılsız hem Şu de. vaxtda ras mağama amal bulmay kalgan tursa. Oy başkanı ağzınızı cümaya tok çedirmeyin. Oy kadar kılmam. Oy boldu. Benim pulumnu kaçan birisi. Vay eti berme eti. Ete? Ete nimni bersiz? Qaysı pulunu bersiz? Öyleki altıncı buklarına çıkıp setip bereptiniz. Ya bekin meni sataptınız ya. Tüzüp bir gep kılın ay. Kanda diyen gep mağı. Urmakçı bu atam siz? Hey. Ne kadar kılına. Bu ballardığı yaş küçük saatine çok az kanda kıldı. Altanım kanda kıldı. Ben hizmettaşlarım dostlarımın aldığı kanda yüzümünü götür hemşirime. Vay Aynur bu. Vay pek aşırı ettiniz mi? Bu 30 bin koydun işi o. Bu kar soraş numus iş mi? O kar soraş, numus işemez fıkan. Karsını evirip kaytırmaz numus iş. Vay can bayımda bu nimdiginin ayar. Ben sizge bir pulunu ben bir pulunu beğenmeyime demedim. Et birine dağıtmak mı sizge ya? Vay bir şıkılma var. Bika. Ben şıkılmayı kim şıklaydı ha? Sizdeki noçi yergi tekkenki tozu şıklayma. Vay ma bek işip gitti. Aynur bek işip gitti. Nim işip gitti da nima? Sizin kakallarınız şu. Ben nim kıldı? Nim kıldım da olsun ne tıkın. Ah çekip. Kise bulup maaşık tutmaz. Ben ne dedi? Sarağıp kalmadı mı o? Ben sarağıp kaldım. Ma egen doğrularınızı kalsaydı işini işkekin ben sarağım. Tevşiriş kalksını gömeyen ki ben sarağım buldum ha. Vay bayıma da ne dedi? Vay ilişip kaldım o bana kallısı büyüyen bu. Vay fıkan, ben bosamış şunda kup kalım ha. Bu Aynur'daki yaş dursa, nim kığınığız değmen sizden. Uyey, fıkan, bir obda uyuğuz boğan gün, bir yakşaydan bosunuz, nim buldu değmen. Bir yılın içinde 16 kilo oğruklap gittim, karz elip xotununuzu deymen, karz elip kaytırman, tekşiriş neticesini xotununuzu kösetmen. Hemme doğrulanmışsınız, ekepelsiniz. Kim sizni çekmedi, kim sizni kisel olmadı diyeleydi.
Ağava. Tavuk qildim, tavuk qildim. Voy, baymadan nereden tapdingiz bu gapni? Voy, bu yerden tepamidin. Pulumni evilib qaytarmagandikin, ashundaqmikin deb paraz qildim shu. Vay. Bu. O'tiring, men dey. O'tiring. Qurban bor o. Qurbanning ayoli Zeynep birjining oldida rakis bo'lib qoldi. Zeynep. Voy, jim o'tirib turgan afkam. Bundaqlavaqo birdamda 2 oy to'qish qustib ketdi. Zeynep. Oy, to'xtang. Bu Zeynep bilan Qurban na Beijing o'qish ketgan tursa. Ha. Happali, shu kichik bolasini tashlab qo'yib, xotin ikkisi birga Beijing ketgan bu ish bir ajablarlik to'yilmanda. Usayli deb qolganda Undala bekchi qo'y. Ha. Ha shu, biz boshda shunda o'ylagandik. Ha. Lekin keyin men Asqardan anglasam, shu bayat men degan gapni dedi. Qurbonning ayolining Zaynabning rakkis bo'lib qolgani. Shuni olib buni anglab men hayron qoldim. Endi bu Qurbon og'inamningki ayoli mushundaq ig'ir kasal giribtor bo'lganda endi biz og'iylar qarab tursak bulamda, ha? Qurbonning ichki mijozligini hammamiz bilamiz. Ayoli ashuna ig'ir kasal bo'lsa-mu, mana bizdek og'iylarga, hatto to'rlarda tunish bilishlariga murojaat qilmabdi. Shuni olib biz anglagandan keyin boshda Ali bilan Asqar ikkisi 50 ming qo'y yordam qildi. Men qarab tursam bulamda, ha? Shuni olib men baymadamda 30 ming qo'y pul elib uninga sappadim. Anadagi har qaysi shirkatlardan bergan pulni yana uninga sappadim. Qaldingizmi? Ha? Bizga qanday yordam qilgan ular? Aynur, men eski chiqibdimanmi? Hasan. Yomon chiqibdimanmi? Yo'q. Mau Zeynep qandoqroqdi hozir? Zeynep sallamazdan saqayibdi. 10 kundagi xotin ishqisi qaytib keldi. Mehmon qilish tayyorlik qilib qo'ysangiz bo'lamki? Hanim bo'lsa. Na, paraz gidishni. Voy, afkam shu pulning g'amida men xiyolimga kelganda debdiman. Ajab pisat oldi, ha? Shu biz shu deyishmayli ayollarimizga eg'ir kelib qolmasin degan. Shuning bilan men uni anglagandan keyin shu sizni bir doktorxona tekshirtib, qandali bo'lmasin siz ma uyga bolaga muyum. Shuning sizni tekshirtib, opamga shu ishlarni qil. Hey, voy, afkam. Men ota-onangizchu sizga yaxshi abasun deb duo qilgan o'xshaydi-ku. Mana parchidek yeringiz ekanchimi? Mening 16 kilo o'riqliga ishimga kelaylik ras. Bo'chiqroq. Mening kunda 2 soat menda menib, harakat qilib davomlashtirgandan ishim. Ha, anadagi men kashlari, hali qanday bamisin bo'ldigan so'rinlarga amalga bormay, shu ishdan davomlashtirib kelyapman. Salomatlik muhim, salomatlik muhim. Ha? Boshqacha o'ylab qolibsiz, boshqacha o'ylab qolibsiz. Men Aynurni, bolalarni bilgan tushdan keyin bir o'yin top, kino ko'rsatib keladigan. Lekin avval men baymadamningki pulini bankadan elib qaytarib yutaylik. Shunday qilaylik, Afkam. Menga hozir pul kerak emas. Ishlatib turasiz. Vaqtini bermasam yana men chekib oldim ham. Mangayli.